Biz hozir ijodiy guruhimiz bilan Farg'ona viloyatining Quvasoy shahridamiz. Bugun bu yerda mamlakatimizning turli hududlaridan o'z yigitlik burchini o'tash uchun kelgan o'g'lonlar qasamlarning eng ulug'i va muqaddasi bo'lgan vatanga qasamyod qabul qilishadi. Farida opa, bilasizmi, hozir bu o'g'lonlarning qalblaridan nima o'tayotganini juda yaxshi tushunib turibman. Sababi bundan bir necha yil avval o'zim ham xuddi shunday qasamyod qilganman va o'sha kun mening xotiramda abadiy muhrlanib qolgan. To'g'ri aytasiz Rasul, ayni damda nafaqat yosh askarlarimiz, balki ularni qo'llab-quvvatlash uchun bu yerga jam bo'lgan ota-onalari va yaqinlari ham juda katta hayajondalar. Umuman olganda biz bugun shuni faxr bilan aytishimiz mumkinki, qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilish har bir o'g'lon uchun nafaqat muqaddas burch, balki yuksak faxr va iftixor manbaiga ham aylandi. Darhaqiqat, bugun yoshlarimiz uchun yaratilayotgan shart-sharoit va qulayliklar, ular uchun berilayotgan imtiyozlar va imkoniyatlar esa ularni yanada ruhlantirmoqda. Albatta, keling endi barchamiz uchun ham birdek hayajonli bo'lgan lahzalarni birgalikda kuzatamiz. Tantanali tadbir harbiy orkestr sadolari ostida saf maydoniga davlatimiz bayrog'ining olib kirilishi bilan boshlandi. Unda ishtirok etgan Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari mas'ullari, faxriylar hamda vatanga qasamyod qilish ostonasida turgan o'g'lonlarning ota-onalari yosh askarlarga zimmalariga yuklanayotgan sharafli burchni mas'uliyat bilan uddalashlarida katta ishonch bildirib, kelgusidagi xizmatlarda omadlar tiladilar. Shundan so'ng safda qad rostlab turgan o'g'lonlar cheksiz g'urur va iftixor bilan yurt tinchligi, vatan osoyishtaligini himoya qilishdek muqaddas burchni ado etishga barchaning ko'z oldida tantanali qasamyod qilishdi. Men Nishonboyev Tohir Nodir o'g'li O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar safiga kirar ekanman. Davlatim timsoli bo'lmish muqaddas bayroqni o'pib, buyuk ajdodlarning pok ruhi oldida vatanim oldidagi burchimni halol bajarishga bel bog'lab, vijdonim, or-nomusim va sha'nimni o'rtaga qo'yib, O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga va prezidentiga bir umr sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. O'z farzandining yigitlik ontiga guvoh bo'lgan ota-onalarning qalblari ham cheksiz faxr va iftixor tuyg'ulari bilan to'ldi. Bugun biz ota-onalar uchun juda ham bir hayajonli kun. Chunki biz mana shu kunlarda farzandimni mana shu harbiy libosda vatan oldida qasamyod qabul qilishini va vatanga sadoqatli bir farzand bo'lishini bir necha yillar oldin kutganmiz. Yurtimiz tinchligi aynan mana shunday askarlar, harbiylar qo'lida. O'g'lim harbiy libosda. Faxrlanaman o'g'lim bilan. Faxr bilan yana bir narsani ayta olamanki, bugun davlatimiz rahbari tomonidan yurtimizda mana shu harbiylarga juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan va imtiyozlar berildi. Bu borada bizga ham keng tushunchalar berildi va o'zimiz ham mana shu aynan harbiylarga oid ma'lumotlarni kuzatib boramiz. Eng muhimi, yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi harbiylar qo'lida va bizni farzandlarimiz ham ishonchli qo'llarda. Bugungi tadbir hammaga muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Tadbir davomida taqdirlash marosimi amalga oshirilib, unda davlat chegarasi daxlsizligini ta'minlashga munosib hissa qo'shgan bir guruh yurt himoyachilari rag'batlantirildi. Shuningdek, bundan bir yil avval harbiy xizmatga chaqirilib, o'z yigitlik burchini o'tab bo'lish arafasida turgan muddatli harbiy xizmat oddiy askarlariga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishlari uchun beriladigan imtiyozli tavsiyanomalar tantanali tarzda topshirildi. Mana bir yil mobaynida muddatli harbiy xizmatni o'tadik. Yaxshi tayyorgarlik ko'rib, erishgan natijalarimiz uchun ushbu imtiyozli tavsiyanomaga ega bo'ldik. Ushbu tavsiyanoma bizga orzularimiz sari qo'yilgan ilk qadam hisoblanadi. Shaxsan o'zim kelgusida harbiy xizmatni davom ettirmoqchiman. Ushbu tavsiyanoma esa menga o'zim xohlagan oliy harbiy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishga qanot bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida malakali ofitser bo'lib, sarhadlarimiz daxlsizligini saqlashga o'zimning munosib hissamni qo'shmoqchiman. Tadbirning badiiy qismi yanada qiziqarli va hayajonli lahzalarga boy bo'ldi. Unda jasoratli o'g'lonlar o'tgan qisqa vaqt mobaynida otish tayyorgarligi, qo'l jangi usullari va taktik tayyorgarlikdan egallagan bilim va ko'nikmalarni amalda namoyon etib, barchada katta taassurot qoldirish barobarida yuksak ishonch hissini ham uyg'otdilar. Kinologlar tomonidan chegarachilarning doimiy hamrohi bo'lgan xizmat itlari ishtirokidagi chiqishlar ham yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Shundan so'ng Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ansambli xonandalari tomonidan vatanparvarlik, yurtga sadoqat va mehr-oqibatni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlari yangradi. Shu kabi vatanga qasamyod tadbirlari butun respublikamiz bo'ylab Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qism va bo'linmalarda ko'tarinki kayfiyatda tashkil etildi.